Va nihoyat soch haqida obzor ikkinchi qism. Mana shu naborni men 3 oydan beri ishlatib kelaman va menga plus va minus tomonlarni xoslagan aytib o'taman. Birinchi bo'lib biz mana shu timelli shampunda sochimizni yaxshilab yuvib olamiz. Shampunning xususiyati soch to'kilishini kamaytiradi. Sochlarimizni nam holatga keltirib, keyin esa mana shu maskani 20-40 daqiqa surib qo'yamiz. Bu qalampirli maska bo'lib, men уже buni bittasini tugatdim va albatta yana yangisini zakaz qildim. Chunki o'zingizlar ko'rishingiz mumkin, menda уже такой juda ko'p mayda sochlar o'sib chiqqan. Keyingi etap maskani 20-40 daqiqa ushlab turgandan keyin iliq suvda yaxshilab yuvib tashlaymiz va ketidan maskani mana shu shampunda 2 marta yaxshilab boshimizni ishqalab yuvib tashlaymiz. Shampundan keyin обязательно sochni uchiga mana shu balzamdan surish shart. Bu balzam sochingizga blesk beradi va juda ham mayin qilib qo'yadi. Esa sochlarimizni yaxshilab quritib olib, mana shu spreylardan sepamiz. Bu spreyim tugadi, bu ikkinchisi. Bu spreylar bizga sochlarimizni yanada mayin qilib, blesk berib va eng muhimi tarashga oson. Sochi jingali yoki juda ham tez chigal bo'lib ketadigan qizlar uchun ayni muddao. Bu nabordan foydalanganingizdan keyin siz soch to'kilishingiz kamayadi. Yangi sochlar o'sib chiqadi va albatta sochlaringiz juda ham yumshoq qilib, blестящий qilib qo'yadi. Va eng oxirida sochlaringiz pushist bo'lib turishi uchun mana shu sprey yordam beradi. Bu maskalar meni 3 oyda sinovimdan o'tgan va hozirgacha ham ishlatib kelaman. Shu sababdan sizlarga maslahat bera olaman 100 dan 100%. Video foydali bo'lgan bo'lsa, menga like